Istig'for bu avvalambor mana gunohlarimizni kechirishiga sabab deb aytdi. Va man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahima. Kim bir Alloh taolo aytadi, yomon amalni qilsa yoki o'ziga zulm qilsa, so'ngra Allohga istig'for etsa, Alloh uni gunohini kechirishligini albatta topadi. Mana muttafaqun alayh bo'lgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Iza aznaba abdun zamban faqala ay robbi", agar bir banda deydi, gunoh qilsa va ey Parvardigor, men gunoh qildim, meni kechir desa, Alloh azza va jalla aytar ekanki, bandam Robbisi borligini bildi. Gunohlarni kechirishligini bildi va istig'for aytdi, kechirdim shu bandamning gunohini der ekan. Bir joyda dam olishi, bir qilayotgan ishidan hamma safga turib namoz o'qiysa, bitta esli odam siz namoz o'qimaysizmi aka desa, "Ha, men aroq ichmasam, zino qilmasam, men nima namoz o'qiyman?" deb o'zini farishta deb bilgan ekan, birodarlar. Shunaqa odamlar ham bor. Bir akamiz olib bergan edi, birovning uyida bir ustachilik qilgan paytda aytgan ekan, "Senlar baring rasvosan, o'shuning uchun namoz o'qiysan. Meni gunohim yo'q, o'shuning uchun namoz o'qimayman." Shunaqa odamlar bor ekan, birodarlar, shahrimizda. Senlar ham men gunohing ko'pligi uchun namoz o'qiysan. Mana meni gunohim yo'q, o'shuning uchun namoz o'qimayman. Ana birodarlar, farishta qanaqa bo'ladi? Siz istig'for aytayotganingiz, gunohkorligingizni tan olayotganingiz, Allohning oldida o'zi pastligingizni tan olayotganingiz.